choy bilan. Bir Hazrat Navoiyni eslaylik hozir, keyin aytamiz bu narsalarni. Barif xolam to'yi. Hazrat Amir Alisher Uylarni ham yeli Navoiyni topib qayga borsak eslashimiz kerak, sababi bizni turk olamida birinchilar qatorida she'riyatni joyiga qo'ygan zot shu zot. Alloh shuni ruhlarini shod qilgan bo'lsin. Bu yerdan o'tgan ulug'lar bor, egalari bor, o'tib ketgan avlodlar bor. Alloh ularning ham ruhlarini shod qilsin. Boshlagan ishlarimiz xayrli bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim.